Nima? Ha? Kim qolib ketdi? Qolib ketdi. Bayag'i u. Tajik bilan Qirg'iz otishayapti. Vahshat kuchab ketdi. Qirg'izistondan organlarni jo'natingizda tez. Granatalar bilan otishayapti. Aytol menada. Ya boshqa yo'l yo'q o'zi. Слишком qattiq otishayapti. Granata bilan otadi tajiklar. Qirg'izda bilan bir 20-30 ta soldat turadi. O'ldi уже nechtasi? 5 o'tdingizlar be. Sıra bir tane daha zaten. Kel üstünden ödet koy. O kavuşlu bir kalkıp da bitiren. La beşara. Az aldı dediler. Sekin orası. Ya bizlikler seyirtasına turadilar döndü. Bizlikler koy. Bizlikler polni kelindi aldı. Bizga ham ko'p qolbiroq. Yeminda yo'lda otishayapti. Yo'lda trassadan jetdi. Yo'l talash bo'lyapti o'zi, yo'l talash bo'lyapti. Jomna bayağı kuchaytgan bu. Ya bu birak bizi seçildi. Bütçe bitti уже. Cüktüğün beri kınçıla kızım. Az kökseye korsansan ötel var. Turasın abi. Kökseye уже bitti de bir avuç ondan yok başlaydı. Ha, ana nimeni tushganda ham javob. Grujan'da döngen ayaklarla maşına astı çıktı. Çık taşlandı. Atış qattiq bo'ladi, to'g'andar atış qattiq bo'ladi. Qirg'izning organlari armiyasini polni jo'natingizda Tojikiston bu yerda polni jahil bildirdi-chi. Qirg'iz bechara soldatlar oz edi al yerda-chi. Uşul prezidentler tezroq chechib bersa, uşul yerda qarapayım xalq qiynalmaydilar. Becharalar qancha uylarga granata bilan otadi mana yaxshi. Mana Qirg'iziston bunalar, polni Qirg'iziston yerlari mana. Bu yoq Tojikiston mana. Mana yaxshi polni otishadi hozir. Qirg'izistonga polni granata tashladi. Только часто, а? Только часто. Nega? Qachon? Mana tuğanlar Islomning büyük elleri bardigi mana. Bola chaqalarda olib büyük qochib o'tadi. O mana. O'qtar uchib o'tadi, ko'rinib o'tadi mana. Tong dung bo'l mana ga. Hoppa. Hani